Atiganda uyg'ondim. Kechacha uyqum to'la buzilib, achchiqim kelib qolgan edi. Bu qizlarimning uyqusini faqatlar etkisa olmadik. Yillarcha har kuni degdek uyqusiz qolish nima degan qiyin a? Oh, hanim bo'lsa o'ldim. Kashki kecha taxmi ko'ngillik bo'lgan bo'lsa. Ishqi mang'ach simit oldim. Lekin bu ustam yana bolkuning ichiga abdulmay qo'shibdi. Xayr, oshqozon asrash to'g'risi olaman. Ish o'rnidagi ahmoqlar bilan bir dasturxonda o'ltirib ularning apqashli gaplarini tinglashga majbur bo'lgandan yaxshiroq. Bu uningga shuni debdikan, mau uningga uni qipti. Insonga bundaq ishlar bilan umrni upuritib nima kapti? O'ladigan kunimda bo'lsa-mu, bu quruq paranglar bilan hapilishib yurmaganim yaxshi bo'ldi. Bajlarni to'lashim kerak. Ajoyib o'stiryotdi juma. Mashina degandan ko'ra 4 odam yallab taxtirvan minsak uningdan azaroq. Biror yerdan pul to'g'rilashim kerak. Lekin bu yaqinda ko'p qarz bo'lib ketdik. Naq pul qarz beradigan birarini tepish tasga to'xtaydigan bo'ldi. Bugun o'ladiganligimni bilgan bo'lsam, bularga kallamni charchatmasdim. Bo'pti, bo'ldi qilay. Endi ular ham qilsin. Anam telefon qilib bir nimalarni dedi. Bak aldarish bo'lganimdan ha deb qo'yib gapni tugatdim. Agar bugun o'ladiganligimni bilgan bo'lsam, dardiga darmon bo'lishga tirishatdim. Xayr, bo'pti. Bu daqatim ko'rishganda ko'ngil olib olaman. Yo'q, ololmaydi ekanman. Chunki men o'ldim. Uyda har kungidek qaynam toshqanliq. Ayolim bir oz charchagandek turdi. Uy ishi, ikki bola bilan hapilishish deganlar uni parishon holga tushirib qo'ygan edi. Qizlarim bilan azroq o'ynadim. Bumi yaxshi bo'ldi. Chunki endi dadasini ko'ra olmaydi. Balkim kichik qizim chiroyimni aslay olmasligi mumkin. Bo'ptila, ammo so'ygan eslarni aslab qola. Ayolimga uni yaxshi ko'rdiganligimni deyishim kerakdi. Chiroyli so'zlarni qilib turishni to'lim azaytib desa, shundoq, bak aldirash edim. Meni to'g'ri tushunmadi. Ayolim, anam, dadam, bolalarim va qarindishim. Lekin bu qadar aldirash bo'lg'udak nemish bo'lg'aydi ha? Aldirashlik deganim nimalar bo'lg'aydi? Bo'ldila, tamoqdan keyin azroq Facebook qarab baqay. Nima degan ajoyib g'alati insonlar bor ha bu jamiyatimizda. Odam rasla ralla bo'lganidan kallasidan ketay deb qoladi. Xayr, hanim bo'lsa bugun o'libdiman. Buningdan keyin sizlarga sarf qilgudek vaqtim yo'q. Meydamga ajab bir sanchoq kirib ketdi ya. Ustimni tosh besib olgandek, nafasimi ololmayapman. Butun badanim chiliq-chiliq tar. Bu odatdagi bir og'riqqa o'xshamaydi. Ayolimgaday jiddiy qutqizishga borayli. O'rnimdan turvatqicha hoshimdan ketgan bo'lishim mumkin. Ko'zlarimni qayta qisqacha ochdim. Ayolim o'diqib ketgan edi. Qizlarim yig'lashib o'tadi. Qaraganda o'libdiman.